Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshilaymiz. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer apandi 26 dekabr kuni Hindiston Aqllar Ambiri kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning ahvoli, Sharq Turkistonning mustaqilligining zarurligini anglatdi. Diqqatlar tafsiliy mazmunlarda bo'lsin. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyer apandi 26 dekabr kuni Hindiston Aqllar Ambiri kanalining ziyoratini qabul qilib, Sharq Turkistonning ahvoli, Sharq Turkistonning mustaqilligining zarurligini anglatdi. Tuanda suhbatning tafsilotini diqqatlarga sunamiz. Eng oldi bilan bosh ministerimizning o'zini tonishtirishi talab qilinganda, bosh ministerimiz: "Mening ismim Salih Xudoyer. Men Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti, Milliy Uyg'unish harakatining qurg'uvchisi. 2019 noyabrdan beri Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministerlik vazifasini ijro qilib kelyapman. Amerikaga yerlashgan Sharq Turkistonlik" dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Sharq Turkiston sürgünde hükümeti haqida ma'lumot bergan bo'lsangiz va Sharq Turkistonning qisqacha tarixini tunishtirgan bo'lsangiz deganida bosh ministerimiz Sharq Turkiston Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning yurti bo'lib, Xitoy Xalq Cumhuriyati Xitoy Kompartiyasi tarafidan 1949 ishg'ol qilingan. Xitoy mustamlikchilari va ishg'olchilari Sharq Turkistonning ismini Xitoychadan tarjima qilganda yangi territoriya ma'nosida keladigan ishg'ol qilinganligini bildiradigan Shinjongga o'zgartirib o'tgan. Ishg'ol qilingandan buyangi 73 yil mobaynida, ya'ni 1949 dekabrda Xitoy mustaqil Sharq Turkistonni ag'darib tashlagandan keyin Sharq Turkistonda ishg'ol, mustamlika va irqiy qirg'inchilik yurgizgan. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Tashkiloti Washingtonda asos qilgan Sharq Turkistonning siyosiy va inson haqlarini qo'g'daydigan, Sharq Turkistonning mustaqilligini tinch yo'l bilan hal qilishni maqsad qiladigan o'rin. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti Sharq Turkiston xalqiga rasmiy vakillik qiladigan o'rin bo'lib, 2004 yil 8 oyning 14 kuni qurilgan. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni asos qiladigan Yer shari munbirida Sharq Turkiston xalqining manfaatiga vakillik qiladigan o'rin dedi. Sizning umid qilayotganingiz qandaq tipdagi bir o'rin? Sababi nima? Nima uchun mustaqil bir davlat muhim bo'lib qoladi deb so'raganda bosh ministerimiz Sharq Turkiston tarixiy nuqtadan qaraganda 1949 yilgacha mustaqil davlat edi. Amaliyotda uzun tarixiy davrlarga tayangan, barliq insonlarning diniy erkinligini o'z ichiga olgan hurligi, inson haqlari kafolatlantirilgan madaniy davlat edi. Bizning maqsadimiz Sharq Turkistonning demokratik davlat sifatida mustaqilligini asliga keltirib, yolg'iz O'rta Osiyoning emas, balki dunyoning tinchlik va muqimlik uchun tuhfa qo'shishdan iborat dedi. Nima uchun mustaqillikni asliga keltirish kerak deganda, chunki bizning mustaqil davlatimiz ishg'ol qilingan. Tarixdan beri biz Xitoyning bir parchasi bo'lib boqmagan, ham Xitoyning bir parchasi bo'lmaymiz. Xalqimizning diniy e'tiqodi, kulturi, etnik va tarix qatorliq jihatlarda Xitoy bilan hech qanday aloqasi yo'q. %95% Uyg'ur va boshqa turk xalqining 73 yildan buyon irqiy qirg'inchilikqa uchrashi mustaqillikning zarurligini taqozo qiladi. Xitoy hukumati sistemlik turda mustamlika irqiy qirg'inchilik yurgizib, Sharq Turkiston xalqini yo'qotib, Sharq Turkistonni atalmish o'zlarining bir parchasi qilib olishni maqsad qiladi. Bu hozir davomlashib qolmay, yana oldimizdagi 10 yildami davomlashadi. Sharq Turkistonning mustaqilligi asliga kelmaganda Sharq Turkiston xalqi yo'qolib, Sharq Turkistonda oz sonliq millatga aylanadi. Agar xalqimiz 20 yil ichida o'zining davlatida oz sonliq millatga aylanib qolsa, bizga indigenes xalqi sifatida muomala qilib, bizning tilimiz, tariximiz, kulturimiz va mavjudligimizni tamoman yo'qotib yetadi. Keyingi 50 yilda mavjud bo'lish masalasi bizning masalamiz bo'lib qoladi. Shunga Sharq Turkistonning mustaqilligi xalqimizning mavjudligi, kishilik huquqi, erkinligi, O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoning tinch muqim taraqqiyotida intayin muhim ahamiyatga ega. Sharq Turkistonning mustaqilligi yolg'iz Sharq Turkiston uchun emas, O'rta Osiyodagi turk jumhuriyatlarining Xitoy Kompartiyasining tajovuz qilishiga uchrayotgan qo'shni davlat Hindistonning Tibetning egalik huquqi uchun foydali dedi. Sharq Turkistonda Xitoy nima uchun irqiy qirg'inchilik yurgizadi deb so'raganda, Sharq Turkiston xalqi Xitoy emas. Sharq Turkiston bizga oid. Xitoy buni butunlay kontrol qilib, Xitoyning ayrilmas tarkibiy qismiga aylantirib olishni maqsad qiladi. Irqiy qirg'inchilik yurgizishning sababi mana shu yerda. Sharq Turkiston trillion dollarlik bir balvoq bir yo'l qurilishining o'ltishi. Sharq Turkiston Xitoyni O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va O'rta dengiz shundaqla Yevropaga tutashtiradi.
Bu Xitoyga hayati kuch ato qiladi. Chunki Sharq Turkiston mo'l yer osti qazilma boyliqlariga ega. Xitoy Sharq Turkiston xalqining mavjudligini yer sharini kontrol qilishga to'salg'i bo'ladigan tahdid deb qaraydi. Shunga Sharq Turkiston xalqining qarshilik ko'rsatishining oldini olish, Sharq Turkistonni, O'rta Osiyo va Hindistonni o'z ichiga olgan Janubiy Osiyoni tamoman kontrol qilish uchun Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizadi. 2014-yili Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy hukumati irqiy qirg'inchilik yurgizib, 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini atalmish qayta tarbiyalash, oshqo'liqqa qarshi turish markazlariga qamadi. Xalqaro jamiyat va Amerika hukumati bu markazlarni jazo lagerlari, vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Bu lagerlarda insonlar kulturi, kimligidan ayirib etildi, mengisi yuyildi, qiynash, dori ichkizish, organlarini sug'urib olishning qurboniga aylandi. Jazo lagerlaridan boshqa millionlagan Uyg'urlar majburiy emgakka selish lagerlariga qamalib, majburiy emgakka selinib, dunyoning har qaysi joylariga eksport qilinadigan arzon buyumlarni ishlab chiqardi. Uning ustiga 850 ming Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlat qo'llagan maktablar va darultamlarga avatilib, yerli Xitoy sifatida yetishtirildi. 100 minglarcha Uyg'ur va boshqa turk ayollari tug'mas qilib etildi. 10 minglarcha Uyg'ur va boshqa Turkiya xalq ayollari Xitoy bilan majburiy to'y qildi. Bosqinchilikqa uchradi. Bularning hammasi davlat qo'llagan nupusimizni tarqatib o'tish uchun qilingan vahshiyliklar edi. Jazo lagerlarining sirtidagi insonlar Xitoy hukumati tomonidan kuzatiladi. Sistemli turda elib berilgan ayrimchilik chatga qaqishga uchraydi. Hatto uylardimi vahshiyliklarga uchraydi dedi. Irqiy qirg'inchilik nima uchun Tibetda elib berilmay, Sharq Turkistonda elib beriladi deb so'raganda, nima uchun jazo lagerlarining Sharq Turkistonda mavjudligi, Tibetda mavjud emasligiga kelsak, Tibetliklar xalqaro jamiyatga to'nildi va xalqaro jamiyatning qo'llashiga erishdi. Tibetning besilingan davlat ekanligini so'zda e'tirof qildi. Ularning surgunda hukumati mablag', texnika va siyosiy jihatda qo'llashdan bahramand bo'ldi. Davlatlar ular uchun qonun chiqardi. Xitoyning cheklamalari Tibetda kuchli ijro qilinmadi va bu yerda tibetliklar qo'g'daldi. Besilingan davlat deb e'tirof qilindi. Sharq Turkistonga kelsak, hech qanday davlat Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligini tanimadi. Hatto Sharq Turkiston surgunda hukumatini ham e'tirof qilmadi. Tibetliklar Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishiga to'salg'i bo'la oladi. Biz irqiy qirg'inchilikni to'siy olmaymiz. Xalqaro masala shuki, Amerika, Hindiston, Yevropa ittifoqiga o'xshash xalqaro jamiyat va hukumatlarning Sharq Turkiston va uning xalqini, Sharq Turkiston surgunda hukumatini, Tibet va Tibet surgunda hukumatini qo'llaganda qo'llashi lozim dedi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, siz qanday o'ylaysiz degan savolga bosh ministerimiz mustaqillikqa erishish unda qulay emas. Biz bu paketni qabul qilishimiz lozim. Biz shuningga ishonamizki, biz Hindiston, Amerika, Yevropa ittifoqiga o'xshash davlatlarning bizni qo'llashi orqasida mustaqilligimizni asliga keltiramiz. Tibetga, Ukrainaga qanday yordam qilgan bo'lsa, bizning mustaqilligimizni asliga keltirishimiz uchun zarur bo'lgan yordamni qilishi lozim. Tarixiy jihatdan qaraganda Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi bo'lib boqqan emas. Xitoy Sharq Turkistonni qonunsiz turda ishg'ol qilib olgan. Xalqaro jamiyat Xitoyning qonunsiz ishg'ol va mustamlika qilib olganligiga qarata qonunni ijro qilishi, Xitoyga iqtisodiy jihatda jazo berishi, Sharq Turkiston surgunda hukumatini qo'llashi, iqtisodiy, siyosiy, diplomatik yordam qilishi, Xitoyga qarshi turish harakatini o'tirg'a chiqarishi lozim. Shundoq bo'lganda biz yaqin kelgusida Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltira olamiz dedi. Sharq Turkistonning ahvolini tunishtirgan bo'lsangiz, ular nimalarga duch kelyotidi? Islom dunyosi sizlarning harakatingizga qanday imtiyoz qaytaryotidi? Qanday qo'llashlarga erishdinglar? Sizlar etnik turk xalqi ham musulmon. Masalan, xalqi etnik turk ham musulmon bo'lgan Turkiya. Musulmon bayrog'ini ko'targan musulmon davlatlarining ichida atom bombasiga ega Pokiston qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan cho'ng musulmon davlatlari sizga qanday yordamlarni qildi? Buni bir oydinlatgan bo'lsangiz deganida bosh ministerimiz ta'limimizga qarshi islom dunyosidagi hech bir davlat Sharq Turkiston va uning xalqini qo'llab boqmadi. Ta'limimizga qarshi islom dunyosidagi hech bir davlat Sharq Turkiston va uning xalqini qo'llab amaliy yordam qilib boqmadi. Yevropa ittifoqidagi 10 davlat, Amerika hukumati va Kanada parlamenti Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, musulmon davlatlari Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilmadi. Turkiya Xitoy bilan bexatarlik va istixborotda kelishim tuzib, Xitoy bilan hamkorlashib, Xitoyni qo'lladi.
Sharq Turkiston sürgündü hükümetini ve müstakillik hareketimizde ayak astı kılıp buzgunçılıkka uçturatdı. Pakistanmı şundaq, ular Xitoy bilan hamkorlashidu. Hareketlerimizga singib kirib kontrol qilishga, yo'qotishga urinadi. Milliy hareketimizni atalmış yer shari jihad hareketi, islom hareketi qilib tasvirlashga urinadi. Nurg'ulg'an musulmon davlatlari Xitoy bilan faol hamkorlashib, Uyg'ur va boshqa sharqiy turkistonliklarni chegarasidan qo'g'lab chiqarib Xitoyga topshirib beradi. Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarga qamaydi. Pokistonni yangi tartibni yo'lga qo'ydi. Ya'ni tarixdan buyon Pokistonga qochib chiqqanlarning qurolli qismlari tutib olib Xitoyga topshirib berdi. Xitoy shu aman chegarada ularni o'ldirdi. Mana bular echinishliq reallik. Nurg'ulg'an musulmon davlatlari Xitoy bilan quyuq siyosiy va iqtisodiy munosabat o'rnatgan. Xitoy Pokistonni qo'llab Hindistonga qarshi turdi. Pokiston iqtisodiy va siyosiy jihatda Xitoyga biqing'achqa Xitoyga bo'yin egidi. Biz buni boshqa musulmon davlatlaridami ko'ramiz. Turkiya siyosiy va iqtisodiy jihatda kundan kunga Xitoyga og'ir darajada tayangan ishongan bo'lib, agar mushundaq davomlashsa, kelgusi bir necha 10 yilda Xitoyning avtonom rayoniga aylanib qolish xavfi bor. Pokistonga o'xshash. Mening shaxsiy qarashim, Pokiston Xitoyning atalmış avtonom rayonidagi harakat qilyotidi. Xitoy 100 milliardlarcha dollar mablag' solib, bir balvoq bir yo'l qurilishini yo'lga qo'yib, musulmon davlatlarining sukutini va hamkorligini setib olib, Sharq Turkistonni va Sharq Turkistonning mustaqilligini bostirdi dedi. G'arb davlatlari sizning harakatingizda qanday rol o'ynadi? Bo'libmi Amerika, ya'ni Bayden hokimiyati Trump hokimiyatiga qaraganda sizning harakatingiz davlatingizga qarata siyosatini o'zgartdimi? Amerika hukumatining sizning harakatingizni tunishiga qanday qaraysiz deganda, Amerika hukumati Xitoyning Sharq Turkistondagi bosqichlariga qarata tarixdan beri ovoz chiqarib keldi. Xitoy bilan hozir quyuq iqtisodiy munosabati bo'lg'achqa, Amerika hukumati Sharq Turkiston va uning mustaqillik ko'rishini qo'llashni xohlamaydi. G'arb shirkatlari va Amerika shirkatlarining Xitoy bilan tijorat aloqasi bo'lg'achqa, hukumatga besim ishlatadi. Bayden hukumati bilan Trump hukumatining siyosatida ancha cho'ng farq bo'lmadi. Trump hukumati Sharq Turkistondagi zulm va boshqa turli zulmlarga qarshi ovozini chiqardi. Bayden hukumati Xitoy bilan diplomatik yaqinlashib, Sharq Turkiston masalasiga qarata biroz diqqat bilan muomala qildi. Chunki Xitoy xalqaro jamiyatga strategik tahdid ishlatdi. Xitoy Amerikaning dunyo miqyosidagi demokratiya va kishilik huquq ta'sirini buzg'unchilikqa uchratishni maqsad qiladi. Men Bayden hokimiyatini buni to'liq his qilmaydi deb o'ylamayman. Amerika hukumati xalqaro jamiyatga rahbarlik qilish sifati bilan tinchlantirish siyosatini yurgizayotgan bo'lishi mumkin dedi. Hozirgacha Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mustaqillik harakatinglarda qanday rol o'ynadi? Tibet surgundi hukumati va Tayvan surgundi hukumati bilan aloqa qildingizmi deb so'rgan savoliga bosh ministerimiz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xitoyning qattiq ta'siri ostida qolgan bo'lib, Xitoy nurg'un pul bilan ta'minlagachga Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti rahbarligining yanchiqig'iga aylanib qolgan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Sharq Turkistonning kishilik huquq masalasiga qarata adolatsiz muomala qildi. O'zining ahdnomasiga xiloflik qildi. Xalqaro irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasi, fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasi, odatdagi inson haqlari ahdnomasi qatorliq ahdnomlarga, irq ayrimchiligiga qarshi turish va bolalar, ayollar huquqiga xiloflik qildi. Xitoyning keng ko'lamli turlik dafsandichiliklarga parvo qilmadi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bizni qo'llamoqda yo'q, Xitoyni qo'lladi. Biz Tibet surgundi hukumati bilan o'zaro yordamlashib, birlikda harakat qilishni aytib kelyapmiz. Chunki ikkala davlat Xitoy tomonidan ishg'ol qilingan davlat. Dushmanimiz o'rtoq. Tibet hukumati mo Sharq Turkiston xalqi bilan hamkorlashadiganligini bildirdi. Bizmo o'xshash shaklda Tibet xalqi bilan yordamlashadiganligimizni bildirdik. Tayvan ilg'icha o'zini Xitoy Xalq Jumhuriyatining qo'lida tutadi. Tayvandagi Xitoy Millatchi partiyasiga o'xshash siyosiy partiyalar amaliyotda 1930 va 1940 yillarda Sharq Turkistonni ishg'ol qilmoqchi bo'lgan partiya bo'lib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilish uchun Xitoy Kompartiyasi bilan urushgan. Tayvan Sharq Turkistonni Xitoyning territoriyasi deydi. Buni qabul qilg'ili bo'lmaydi. Tayvan irqiy qirg'inchilikni Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligidan iborat faktni rasmiy e'tirof qilmadi. Mavjud hukumat bu siyosatni buzishi, Sharq Turkistonning besilingan davlat ekanligi va irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi kerak. Shundaq bo'lganda biz Tayvan bilan hamkorlashib, o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoy Xalq Jumhuriyati, Xitoy Kompartiyasiga qarshi tura olamiz dedi. Yuqum mezgilidagi xalqning ahvoli qanday degan savoliga bosh ministerimiz
Yoqum mezgilida Xitoy Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yo'shirdi. İnsanlarni tutqun qilish, jazo lagerlariga qamash izchil davomlashmoqda. Hozir Xitoy cho'l bayavonlarga mingdan ortiq karantina ta'sislarini qurib, insonlarni sulab qo'ydi, uylarga sulab qo'ydi va ocharchilikda qo'ydi. Ocharchilikda qo'yish irqiy qirg'inchilik yurgizish harakatidan iborat bo'lib, bu yerda insonlarni davolamadi. Koronadan saqlanish uchun qamal qilish harakatida Xitoy xalqimizni ochliqdan o'ldirdi. Davolashga sal qaradi. Hech bir chet ellik muxbir va tashkilot Sharq Turkistondagi ahvolni kuzatolmadi. Hamma ish qattiq kontrol qilindi. Xitoyning barliq xalqimizni o'ldirishini nishon qilgan irqiy qirg'inchilik harakati davomlashmoqda. Xalqaro jamiyat buningga sukut qilmoqda dedi. Aytib o'tganingizdek, sizning harakatingiz tinch demokratik harakat. Xitoy mushundaq davom qilsa, keyingi 5 yilda sizning xalqingiz indigenous xalqqa aylanib qolgudek. Agar tinch demokratik usulda davlatingizni mustaqillikqa erishtira olmasangiz, Xitoy armiyasiga qarshi qurolli inqilob elib bora olamsiz deb so'rag'anida bosh ministerimiz Xitoyning Sharq Turkistonni kontrol qilishdan voz kechib, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish ehtimolligi intayin oz. Google'dan irqiy qirg'inchilikni qanday qilganda to'xtatqili bo'ladi deb izlagandimi, tarixdan qaragandimi fiziklik kuch, insoniy aralashish va chekindirishni talab qiladi. Tarixdami tinch usulda ishg'olchini chekindirib, mustaqillikni qayta qo'lga keltirgan ahvollar oz. Bizning ishimiz o'zimizning tanlashidagi ish emas. Bizning harbiy kuchimiz yo'q, alohida chegaramiz yo'q, mulozimat guruhimiz yo'q, zo'ravon kuchimiz yo'q. Xalqimiz qurolli qarshi turib, Xitoyni chekindirib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishni xohlaydi dedi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik yurgizishdagi sababi nima deb so'raganda bosh ministerimiz sababi aniq. Sharq Turkiston ishg'ol qilingan. Sharq Turkiston Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tava davlat. Tarixdagiga o'xshash ular davlatni ishg'ol qilib, yerli xalqni yo'qotdi. Territoriyani o'z territoriyasiga qo'shib oldi. Irqiy qirg'inchilik yurgizishning sababi mushu yerda. Chunki Sharq Turkiston bizga tava, ular ishg'olchi. Biz mavjud bo'lgan ahvol ostida ular Sharq Turkistonni uzoq vaqtgacha kontrol qila olmaydi. Yana biri Sharq Turkiston faqat boshlanish. Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishi orqali yer sharini bo'ysundirib, yer shariga zo'mgarlik qilishni o'ylaydi. Xitoy Sharq Turkiston va xalqini yo'qotmoqchi O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, Hindiston va G'arb dunyosiga kengay olmaydi. Ularning bizning keyingi 10 yildagi mavjudligimizga markazlashishining sababi mushu yerda dedi. Hindiston dunyo sahnasida muhim jo'grafiyalik afzalliklarga ega davlat. Hindiston sizni faol qo'llasa qanday qaraysiz? Hindistonning qanday qo'llashini talab qilasiz? Hindiston hukumatidan qanday yordam qadamini kutasiz degan savolga bosh ministerimiz eng oldi bilan Hindiston hukumatidan xuddi Tibet va uning surgunda hukumatini qo'llagandek Sharq Turkiston va uning surgunda hukumatini qo'llashini talab qilamiz. Uningdan boshqa Hindistonning Amerika va Yevropa parlamentidagi davlatlarga o'xshash Xitoyning Sharq Turkistondagi vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini, diplomatik va siyosiy jihatda qo'llashini, surgunda hukumatimizning qurilmasini kuchlantirishini, cho'ng kuchlar o'rtasida to'qinish yuz bersa, ya'ni Hindiston bilan Xitoy, Xitoy bilan Tayvan, Xitoy bilan Amerika o'rtasida keng ko'lamda urush yuz berib qolgandek bo'lsa, Xitoyni chekindirish rolini o'ynay oladigan kuchni shakllantirishini talab qilamiz. Biz mushundaq to'qinishlarga tayyor bo'lishimiz lozim. Jo'grafiyalik siyosiy ahvolga qaraydigan bo'lsak, Xitoy bilan cho'ng kuchlar o'rtasidagi to'qinishdan qochib qutulg'ili bo'lmaydi. Bu muqarrar. Chunki Xitoy G'arbga, O'rta va Janubiy Osiyoga, Hindistonga kengayishni planlayotdi. Hindiston Xitoyning strategik tahdid ekanligini, davlat bexatarligiga, territoriya butunligi va egalik huquqiga tahdid ekanligini his qilishi, Sharq Turkistonning strategik ahamiyatini va Xitoy bilan Hindiston to'qinishida Xitoyga zarba berishdagi ahamiyatini tunishi lozim dedi. Navbatdagi Xi Jinping hukumatiga qanday qaraysiz deb so'raganda bosh ministerimiz amaliyotda bu Xitoy hokimiyatining uzun mezgildan beri yo'lga qo'ygan strategiyasi. Bu yangi ahvol emas. Oldingilarning uzun mezgillik Xitoy Kompartiyasi yo'lga qo'ygan strategiyasi bo'lib, hozirgi zamon Xitoy asoschisi Sun Jungshanning 1921-yildagi kitobiga tayinadi. Kitobda bir asr ichida ikki kishini qo'lga keltirishni, Sharq Turkiston, Tibet va Mong'oliyani besib olishni, irqiy qirg'inchilik yurgizib, Xitoyning kengayishi va keng ko'lamda kontrol qilishni, dunyoni ta'sir ostiga olishni ta'kidlaydi. Xitoy burungi yillarda ojiz edi.
Burunqi hokimiyati shu sababdan bu qadar vahshiy emas edi. Hozir Xitoy siyosiy, iqtisodiy va harbiy jihatdan kuchlanib, 5 cho'ng kuchning biriga aylandi. Shuning bilan 10 yil burun irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizishni planladi. Nurg'un davlatlar Xitoyga bog'lanib qoldi va Xitoydan qo'rqidi. Bu bir ahmoqlik bo'lib, Xitoy qo'lida qurolmi bo'lmagan yulanchiksiz Sharq Turkiston xalqidan qo'rqidi. Irqiy qirg'inchilik yurgizishni Sharq Turkistonni saqlab qolish va kontrol qilishdagi hal qilish usuli deb qaraydi dedi. Hindiston bilan Xitoyning yaqinqi to'qinishiga qanday qaraydiganligini so'raganda, bu ahvol davomlashadi. Xitoy uzundan beri Sharq Turkistonni va Tibetni ishg'ol qildi. Hindiston uning shimolidagi chegarasi bo'la olmaydi. Faqat Sharq Turkiston bilan Tibet mustaqilligini asliga keltirgandala, Hindiston normal chegarasiga erisha oladi. Xitoy uzundan buyon Hindistonning chegarasini kontrol qilib oldi dedi. Oxirida xulosa so'zini so'zlash talab qilinganda, bosh ministerimiz Hindiston davlati va xalqining izchil turda Sharq Turkiston bilan ittifoqlashib qo'llashini talab qiladiganligini, Hindiston hukumatining Sharq Turkistonning mustaqilligining Hindistonning o'zining davlat bexatarligi, Janubiy Osiyo, O'rta Osiyoning tinchligi va muqimligidagi strategik ahamiyatini tunishini, xalqaro sahnada Hindistonning har saviyada Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llashga rahbarlik qilishni umid qiladiganligini, Hindistonning jug'rofiylik siyosiy kuchli davlat ekanligini, rolini unumli turda joriy qildirishi kerakligini, Xitoyning davlat bexatarligiga tahdid ekanligini his qilishini, O'rta va Janubiy Osiyoning tinch va muqimligi uchun kechiktirmay Bangladeshga yordam qilgandek, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam qilishini umid qilganligini aytdi. İjtimoiy axborotda tarqalgan bu sunga qaraydigan bo'lsak, Dolan qabilasi deb yozilgan layqalarning oldida sapoyiga tankash qilinib aytilgan naqshiga o'ynalgan bir payda usulni ko'ramiz. Mustaqillik kurashchisi Sarvi Husayn xonimning bu vaqtda yozgan qisqacha yozmasini diqqatingizga sunamiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi g'alabanglarni tabriklanglar. Chunki Xitoy oxir sizlarni orzuyinglarga yetkazdi. Vatandagi Uyg'urlarning indigenous people kategoriyasiga kirgizilib bo'lganligining isboti taraf-tarafda eqib yurmoqda. Sizlarning Uyg'ur indigenous dokladinglar bilan vatandagi usulchilarimizning Dolan qabilasi degan neviski bor unkurning yanida qabila odami bo'lib sapoyi chelishlari naqadar chiroyli parallel ilingan qadamlar. Voy qabila odami debdi, indigenous people demabdi deb turmanglar yana savodsizlardek. Indigenous people'ning boshqacha ismlari qabila odami, chorvachilar, tog'liqlar, aborigенlar deb Birlashgan Davlatlar Tashkilotining hujjatlariga o'yib teglik. Rasmga qaranglar qarindoshlar. Loyihalarning ustidagi viviskaga davlang bo'lo, Dolan qabilasi deb yozilib, sapoyi ko'tatilib, indigenous purqa qo'yiq shakldagi, mencha oppoq hujum mazgilidagi super darvishlar tusidagi usulga selingan. Xitoyning Uyg'ur indigenous people'larni taraqqiy qildirish projekti uchun Dunyo bankidan necha 100 million pul qarz elishi sizlarning indigenous dokladinglar bilan ajoyib tang pas chiqarishib turibdi. Bravo sizlarga. Xitoyning Dunyo bankisidan Xinjiangdagi indigenous xalq Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonni taraqqiy qildiramiz deb qarz olganligining isbotini yana bir rasmdan ko'rib olinglar. Bu rasmdagisi bo'lsa Xitoyning Dunyo bankisiga sungan g'uljining qatnashini taraqqiy qildirish uchun olmoqchi bo'lgan 100 million dollar qarz iltimosining bosh betidir. Qizil grafikning ichiga ilingan jumlada Xitoy hukumatı Dunyo pul muomala fondiga mundaq deb yozgan. Uyg'urlar OP4 10-moddasidagi indigenous people aniqlamasi bo'yicha indigenous people bo'lish kategoriyasiga kiradi. OP4 10-moddasi bu projekt ostida ijro qilinadi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2008-yili Uyg'ur indigenous people dokladini e'lon qilgan. Xitoy hukumatı 2012-yili bizni indigenous people qilib 100 million dollarlik qarzlarni olgan. Endilikda Uyg'urlar Dolan qabilasi odami bo'lib sapoyi chelib sazoyi bo'lishgan. Sizlar Xitoymi Uyg'urni indigenous people emas dedi. Uyg'urlar degan indigenous people tursak, indigenous people degan yerli xalq degan gap. Bizni indigenous people emas deganlar Xitoyning odami deb ketib qolgan edinglar, endi nima deysizlar? Nima uchun xalqqa javob bermaysizlar? Nima uchun indigenous temasiga yana qayta kirib qoldim? Chunki YouTube'dan Uyg'urlarga oid videolarni aralab ko'rib, bu usuldagi Avu Dolan qabilasi degan xat yuragimga pichoqdek turib qoldi.
Tangla 5 gündən keyin xalqni qırıb tügütüb bolğandan keyin Xitaylar dunyoga mundaq deydi. Uyg'urlar indigenes xalq. Şinjan nüfusunun 0,1%ni egallaydi. O'tmishda biz ularga az-paz adolat bilan muomala qilmagan bo'lishimiz mumkin. Biroq Amerika, Avstraliyalarmı tarixda indigeneslarga adil bo'lmagan qilmishlarda bo'lgan. Buningdan kimmi saqlana olsin? Sizlarda Indian rezervi bo'lsa, bizda Uyg'ur indigeneslar alayda rayoni bor. Xuddi sizlar indianlarga yaxshi muomala qilgandek, bizmi hozir ularning madaniyatini saqlab qolish to'g'riliq kuchayapmiz. Amaliyotda biz burundan shundoq qilib kelyapmiz. Hey, Dolan qabilasilik Uyg'urlar. Sizlarning Atillada qit'a atlagan Hun imperatorlar, Kökturuq xanlıqı, qarxanalar, İdiqut Uyg'ur xanlıqidek bahaybat hokimiyatinglar bo'lgan. Endi indianlarning buguni, Mavrilarning buguni, sizlarning atanglar, shu kunga sizlarni ihtirayotgan kishilar, dal sizlar avangardlarimiz deb tunayotgan kishilar. Ko'nglim bek yerim bo'ldi. Sharq Turkistonlik Uyg'ur degan sharafli nomimiz shundoqla siyosatning laylatma yumda suvlarining ostida tindirilib ketsinmi? Dolan qabilasi, Daryobo'yi qabilasi, Shampatjam qabilasi, Niya qabilasi, Maishat qabilasi degandek ismlarga loyiqlashamdiq qarindoshlar. Bu dunyo shundoq razilkan, ishongan tog'larda kiyik yetmaydikan. Kashki Uyg'ur aktivistlar Urumchi o't ofatining qurbonlari uchun dasturgan Xitoy girajdonlarga olqish yog'dirdi degandek nomussiz maqolalar. Dolan qabilasilik Uyg'ur degandek qo'nchoq usullari degandeklar ko'zimga putlashmagan bo'lsa, zardamni qaynatmasa edi, azoblanmasam edi. Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizni köynələr üçün köp rəhmət. Gelər qıtımqı proqramımız görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.